Yana bir qiziq joyi bu yaxshi e'tiroflar bizniki, yana boshqa negativ fikrlar bo'lgan bo'lsa ham shuni aytib o'ting, chunki bizni kuzatuvchilar mashina tomonlariga ham qiziqishadi. Qanaqa gaplar bo'ldi? Qanaqa nima desam bo'ladi? Ko'pchilik faqat renoplastika bo'yicha ishonishyapti, lekin septoplastikaga ko'pchilik как негативный tavsiya, nima desam bo'ladi, ответ qilishyapti. Qanaqa negativ? Ну, типа boyimся там, что unaqa qo'rquv bo'lyapti, balki u sirti yaxshi bo'lib, ichi nido bo'lib qolgandir deyapti. Lekin men o'zim hozir chiqdim, men o'ylaganimki, hali bir 3 kun nafas olmasam kerak edi. Mana ertalab turdik, перевязка bo'ldi, уже nafas oldingidan ham yaxshi. Hattoki birinchi kun bo'lsa ham, lekin shuncha yildan beri bunaqa yaxshi nafas olmagandim. Mana realni nima deydi? Fakt, mana yangi. O'zingizdan o'tgan qarang, mana rinoplastika bu kichkina operatsiya emas. Moddiy tomondan, ma'naviy tomondan, hissiyotlar tomonidan menimcha ijtimoiy tarmoq bugun hamma joyda hamma uchun qulay. Nega aynan biz? Nega bizni tanladingiz? Masalan, bizdan boshqalarni ham ko'rgan bo'lsangiz kerak. Chunki biz bilishimiz kerak, bugun ijtimoiy tarmoq bizani kollegalarimiz hamma bir xil mahsulotlarni berishyapti. Qaysi punktlari sizni qiziqtirdi? Chunki siz moddiy jihatdan, boshqa imkoniyatlaringiz bor inson sifatida bir uzoq yurtdan tashrif buyurishga qaror qabul qildingiz. Bu uchun biz uchun katta hurmat, mas'uliyat, lekin qaysi nima deydi, qismlari sizni o'ziga tortdi? Men o'zi shunday odammanki, gapga ishonmayman. Faqat ko'rganimizga bizda ishlayapti shu muhimda. Rezultat. Imенно shu. Chunki nima deydi, gaplar biz hamma narsani mana va'da berishimiz mumkin, garantiyalar berishimiz mumkin, lekin mana yerda fakt keltirib tursak, o'shanisi bizga qulayroqda. Shuning uchun ko'rdim, ishlaringizni ko'rdim, nima deydi, bemorlaringiz bilan gaplashib ko'rdik, kommentariy qilib, lichkalarga o'tib. Hammalari absolyutno 100% довольны. Hammalari xursand. Shundan keyin bemalol siz oldingizga keldik. To'g'ri, boshqa joylarni ham ko'rdik. No, ishlari unchalik emas. Masalan, nima deydi, o'zimda kompleks bo'ldi-da, chunki burunlar pachokroq edi. Boshqa joylar, boshqa klinikalarda ko'rsak, asimetriyada, ko'pchilikda asimetriya, to'g'ri, ichlarini yaxshi qilayotgan bo'lishi mumkin, lekin sirtidan asimetriya juda ham katta bo'lyapti. Lekin sizniki prям четкий modelni burun qilib berganingiz uchun uchlar konchiklar любое желание. Rahmat. Ana endi yana bir faqat siz javob berishingiz mumkin bo'lgan holat, operatsiyaga analiz topshirdingiz. Operatsiya blokiga qadam ranjida qilyapsiz. O'shanda nima tasavvurlar o'tdi? Operatsiyadan oldingi operatsiya blokini ko'ryapsiz, operatsiya stoliga yotish, narkoz, qanaqa nimalarni sezdingiz? Uni biz bilmaymiz endi. Siz o'zingizdan o'tganlarni agar qisqacha aytib bersangiz yaxshi bo'lardi. Qisqacha men endi ikkinchi marta narkoz olishim, birinchi marta narkozga boshqa klinikada shu burun ikkinchi marta operatsiya bo'lyapti-da. 10 yil oldingi narkoz olgan payt juda ham qo'rqinchli edi. Chunki yotganmiz, ukollar og'ir bo'lgan, через vena, nafas olishlar qiyinlashgan. Keyin sekin uxlaganmiz, keyin imенно shu nima deydi, u yerda bunaqa поддержка yo'q edi-da. Muhimi mana yotishdan oldin, o'tishdan oldin, hushdan ketishdan oldin, eng главныйsi emotsionalniy bemorni ko'tarish kerak ekan, ruhiyatini. Ruhiyatni ko'tarmasa bemor cho'kilib yotar ekan, negativniy влиять qilar ekan shunisi. Qisqacha shu kirib borganimizcha bizga kulib, soprovождать qilishdi, вообще hech qanaqa e'tibor bermadi. Shunday uxladik bo'ldi. Tomiringizga bunday dori jo'natishayotgan paytda nimani his qildingiz? Mana bir nima bo'ldi? Bir tush ko'rdingizmi? Bir kosmosga uchdingizmi yo bir samolyotda uchib ketdingizmi? Endi menimcha hammaga qiziq bu narsalar. Yo'q, eng yaxshisi va nima his qildingiz o'zingiz o'sha paytda? Shunday bo'shashib ketdik. Bilasiz qanday bo'ladi? Xuddi bir ertalabda turib yo kechki paytda ko'k choyda qattiq chiqib bittaysiz, yo bo'shashasiz-ku. Shunday bo'shashdik ozgina o'zlari, hozir bo'shashtiradi. Shunday bo'shashib bir unday havoda uchganday bo'lasiz, tipa yo'qki, paxtada yotgandek. Xuddi shunaqa tushuning. Uyg'onish qanaqa bo'ldi? Uyg'onish to'g'risi birinchi soat anglamadim hech qanaqa. Lekin bunday og'riq, bunaqa narsalar bo'lmadi. Просто juda qattiq suv ichib keldim. O'zi hamshiralar kelib, suvni ko'proq iching deyishdi. Bo'ldi. Atak bunaqa og'riq. Uyg'ongandan keyin. Da. Uyg'ongandan keyin atak bunaqa yomon hissiyat bo'ldi. Просто bosh aylanish bo'ldi ozgina. Yaqinlar kelib, qo'ldan ko'tarib ozgina yurib, hojatxonalarga. Atak ozgina birinchi 1-2 soat bosh aylandi, uyg'ongandan keyin sekin-sekin o'zimizga keldik. Rahmat. Qarang, endi rinoplastika bu insonning hayotida esda qoladigan bir narsadan bittasi. Mana kechagi burningiz bilan bugungi burningizdagi holatda siz o'zingizga bo'lgan baho, samootsenkada o'zgarish bormi? Bor. Mana kechagi xuddi shu soatdagi Islombek, bugun shu vaqtdagi Islombek o'zgarish bormi? Juda ham. Bilasizmi qanday desam, oldingi paytda samootsenkam 10 dan 0.5 bo'lgan bo'lsa,
5 ballik bo'lsa hozir 9 da. 10ga 10 qachonki gips yetishiladi, o'shanda bo'ladi. Atak o'sha istoriyalarni ko'rib, o'sha ishondim. Ko'ngildagidek qilib beribsizlar. Qanday xohlagan bo'lsak, xuddi shunaqa rezultat qilib berasiz. Вообще shubhalaganim yo'q. Siz mana imkoniyati bor tadbirkor insonsiz. Har bir insonning bir yilda muhim katta rejalari bo'ladi. Agar sizni bu yildagi 5 ta katta rejangiz bo'lsa, o'shalarning bittasini rinoplastika desak bo'ladimi? Bo'ladi. Bo'ladi. Demak, bu inson hayotidagi muhim bir o'zgarishga qo'yilgan qadam. Shunaqa. 2 yildan beri yaxshi doktor poiskida yurdi. Yaxshi doktor topolmagan. Rossiyalarda ham ko'rdik. Uylarda ham katta klinikalar kirib ko'rdik, konsultatsiyasi o'tdik. Lekin ko'ngildagidek bo'lmadi. To'g'ri, shuncha davlatlarda ham ko'pchilik aytadi, "O, Rossiyada meditsina kuchli" deydi. Yo'q, bo'lmagan gap ekan. 2 yildan beri qidirib, mana shu birinchi siz oldingizga keldi. O'zi birinchi главный цель shu bir odamda birinchi o'chirda sog'liq bo'lishi kerak. Sog'ligingiz bo'lsa, qolgan hammasi bo'ladi. Mol, davlat hamma narsa topiladi. Shu birinchi cel shu burun edi, amalga oshirdik. Ko'ngil to'q edi. Aziz do'stlar, Islombek do'stimizdan nafaqat sog'liq uchun, hayotda o'zini tutish uchun ham kerakli motivatsion tavsiyalarni olyapmiz. Bundan biz ham juda ham xursandmiz. Rinoplastika qilishni xohlagan, qo'rquvlar, narkozdan, og'riqdan qo'rqib yurgan bemorlarga sizni kuzatayotgan hozir. Ularga nima degan bo'lardingiz? Birinchi o'rinda ishonch. Alloh o'zi og'ringizni yengil qilib qo'yadi, duolaringizni o'qib din tarafdan. Muhim ishonch, qo'llar juda ham yengil. Jamshid aka, men vasho nima deydi? Hayajondan xursandman, tilim kelishmayapti uncha. Rahmat. Qo'rqish mumkin emas. Qo'rqish kerak emas, duxni baland qilib, spokойный, hayajonlanmasdan ishonch bilan kirsanglar bo'ldi, hech nima bo'lmaydi. Hech qanaqa og'riq bo'lmaydi. To'g'ri, o'zimda ham nima deydi? Shubha bo'ldi, что hozir operatsiyadan chiqaman, suyaklar qattiq og'riydi. Sразу ukollarni tayyorlab turish kerakmi, обезболивающий? Yo'q, обезболивающий kerak bo'lmadi. Shunday chiqdi, bu yengil o'tdi. Sizga katta rahmat. Mana shunaqa podkastlarni reja qildik. Aynan bemorlarning o'zining hissiyotlari bilan. Agar shu haqida takliflaringiz bo'lsa, izohlarda qoldiringlar. Biz yana o'z ishimizni, sevimli ishimizni, mana shunday Islombekka o'xshagan minnatdor bemorlarimiz bilan suhbatni davom ettiramiz. Katta rahmat, yo'q demaganingizga. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.